Xo'sh, bizning ikkinchi videomiz aytib o'tgandek sariq va oq shu tarafni ushlab olamiz va mana bu taraf to'g'ri chiqibdi ekan. Mana bunaqa rang tushish muhim emas. Mavga o'xshab bunaqa rang tushish muhim emas hozirda. Buni mana bunaqa qo'ysak ham bo'ladi. Birga qo'ysak ham bo'ladi. Umuman qizig'i yo'q. Bizga qizig'i mana bunaqa sherikni ya'ni ikkitalik sherikni yasashimiz kerak bo'ladi. Chunki mana bittasi ikkita hisoblanadi. Tushundinglar? Mana bunaqa plyus yasash kerak, mana bunaqa plyus yasash kerak. Faqat bu bittasi bunda ikkita. Tushuninglar degan umiddaman. Xo'sh. Men qarab chiqaman. Qayerda nima bor ekan? Ana bu yerda oq, ko'k. Buni yaqin olib kelamiz bir-biriga. Men buni bu yoqqa ursam, birinchi buni tepaga sursam, yoqqa olib kelsam, har doim mana bunaqa holatda turish kerak. Ya'ni bular birlashmoqchi, chunki qarama-qarshi turish kerak, mana bunaqa turish kerak. Bunaqa yonma-yon turmaslik kerak. Agar mana bunaqa turadigan bo'lsa, mana buni tepaga ko'tarsanglar, birlashadi. Birlashgandan keyin buni o'ngga surasizlar va yashirasizlar, mana buni yashirasizlar. Yashirib olasizlar va to'g'ri kelmagan tarafini qaytarib olib kelasizlar va albatta joyga qaytarib qo'yasizlar. Mana buni buzib olmaslik kerak. Va bu mana yig'ilgan bo'lishi kerak. Yig'ildi mana. Bunga endi indamaymiz. Va yig'ilgan taraf har doim yo pastda yoki tepada bo'lishi kerak. Chunki biz ana shunaqasiga tanladik, oq bilan sariq tanladik. Yoki sariq yonida yoki oq yonida bo'lishi kerak yig'ilgan tarafi har doim. Mana shuni esdan chiqarmanglar. Xo'sh. Ana endi keyingi qanaqa rangni yig'sak bo'ladi, qarab chiqamiz. Ahamiyati yo'q qanaqa rangda yig'ishinglar. Xo'sh. Men buni yig'moqchiman, mana. Hozir olib kelaman. Sariq, oq, sabzi rang. Oq, sabzi rang. Oq, sabzi rangni mana bunaqasiga ko'tarsam, yo'q. Birinchi mana buni pastga tushirsam, bunaqasiga ko'tarib olsam, mana ko'rishingiz mumkin. Mana bunaqa kelib qoldi. Aytgandek, mana bunaqa bo'lishi kerak dedim. Lekin mana bunaqasiga kelib qoldi, yonma-yon kelib qoldi. To'g'ri macha kelib qoldi. Bunaqa vaziyatda nima qilamiz desanglar, bunaqa chiroyli formula bor. Agar mana bunaqasiga ushlab olsanglar, mana bu tomon, mana bu tomon. Buni mana bunaqasiga aylantiramiz. Bunaqasiga to'g'ri macha bo'ldi. Endi bittasini mana o'ng tomonni pastini o'ngga va o'ng tomon tepaga va mana bu tepani chapga qochirib turamiz, chapga. Mana buni pastga tushirsak va o'ng tomonni qaytarib olib kelsak, endi agar mana bunaqasiga qaraydigan bo'lsak, mana bu to'g'ri keldi mana. Mana bunday turibdi. Mana shunday turish kerak har doim. Hozir mana bunaqani bunaqa qilib oldik. Hozir buni yig'ish uchun mana taraf tepaga, buni tepaga surishdan oldin mana pastga qarab olsanglar yaxshi bo'ladi. Chunki mana bu ikkita bir xil kelib qoladigan bo'lsa, mana buni surib olish kerak. Agar hozir buni promay ko'taradigan bo'lsanglar, mana bu buzilib ketadi. Shuning uchun mana buni to'g'ri kelmagan joy, mana to'g'ri kelmabdi ekan. To'g'ri kelmabdi. Va biz mana bu tepaga ko'tarishimiz kerak edi. Ko'tardik. Birga keldi va o'ngga aylantirdik va yig'ilmagan tarafni olib kelamiz. Ya'ni mana bu yerga yig'ilmagan ekan, olib kelib olamiz. Chunki mana buni qochirib tashladik. Xo'sh, mana buni chapga burib qo'ysak, yana joyga qaytarsak, mana o'sha yig'ilgan tarafimiz yig'ilgan bo'ldi. Xo'sh, biz oq bilan sariqimiz qani endi? Oq, sariq. Yig'ilgan tarafimiz o'sha turishi kerak. Mana buni qilib qo'ysak, hozir hamma yig'ilgan tarafi o'sha tepada yoki pastga qarab turishi kerak. Bunaqa chekka qarab turmaslik kerak. Chunki yana yig'ilganda adashib yana sochilib ketadi. Shuning uchun pastga qilib olsak, mana oq bu turibdi, mana bu joyda. Xo'sh, o'rtada hech qaysi yo'qmi? O'rtada yo'q ekan hech qaysi. Yana qidiramiz, yana qaysi to'g'ri tushadi. Xo'sh. Qiyin bo'lyapti topish. Mana bu taraf bor ekan. Mana shuni yig'sak bo'lar ekan. Buni yig'ish uchun mana buni pastga
buni qochirib turamiz. Qaytarib joyiga qo'yamiz buni, mana buni. Bu yerdan oladik chunki. Buni yana qaytarib olib kelamiz. Va yana shunaqa bo'lib qoldi. Bunaqa ko'rsanglar mana. Bir xil, mana bir xil. To'g'rimacha bo'lib qoldi. To'g'rimacha bo'lib qoladigan bo'lsa, bu folnamiz mana bu rangni pastga, bu rangni bunaqasiga, bu rangni bunaqasiga olib keladi. Flip deb aytiladi. Buni qilish uchun o'ng tomon tepaga, tepa chapga, o'ng tomon pastga, frontal o'ngga va o'ng tomon tepaga, frontal chapga va o'ng tomon pastga. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana bu to'g'ri bu yoqqa keldi, mana bu tomon keldi. Ikkovi almashdi anaqasiga. Ikkovi bunaqasi almashdi. Mana bu ikkovi to'g'ri emas, mana bunaqa turibdi. Ana endi yig'sak bo'ladi, mana bu ikkovini. Mana bunaqa olib kelsak to'g'ri tushadi. Ko'ringlar. Bundan oldin qarash kerak. Mana yerda bu to'g'ri yo'qmi? To'g'ri yo'q ekan. Bemalol aylantirsak bo'ladi, qo'rqmasdan. Qani ketdik bo'lmasa. Tepaga aylantiramiz va buni olib qochamiz. Bironta yig'ilmagan tarafni olib kelib olamiz. Oho, bu tomonda hammasi yig'ilgan ekan. Hammasi yig'ilgan ekan. Uchun endi bu tomonga yurib ko'ramiz. Bu tomonda mana bu yig'ilmagan ekan. Olib kelamiz. Ortiga qaytarib qo'yamiz o'rtani. Xo'sh. Ana endi yana topishimiz kerak bo'ladi. Mana oq tarafi mana. Bu to'g'ri turibdi, bu to'g'ri turibdi. Rangni qizig'i yo'q. Bu to'g'ri turibdi, to'g'ri turibdi. Bu to'g'ri. Bu noto'g'ri ekan. Bu yerda pastida, sariq yonida bitta mana to'g'ri turibdi ekan. Bunaqa qiladigan bo'lsak, tepasi hammasi to'g'ri. Pastini hammasi noto'g'ri turibdi ekan. Xo'sh, endi yana qidirishimiz kerak. Mana bu yashil olib kelsak bo'lar ekan. Mana bu ikkita yashilni. Bittasini olib qochamiz uzoqroqqa. Aylantirsak. Mana bu bunaqasiga tushar ekan. Bunday qilsak tushardi. Ammo mana bu yerda turibdi ekan. Bu hozir uradigan bo'lsak buzilib ketadi, ko'rishingiz mumkin. Shuning uchun buni olib qochamiz. Bunaqa olib qochadigan bo'lsak, hamta turibdi ekan. Xo'sh. Mana buni olib qochish kerak ekan. Xullas, mana shu o'rtasida ikkita bir xil bo'lmasligi kerak. Mana burish uchun. Agarda buni pravil buradigan bo'lsanglar, mana buzilib ketadi. O'rtada bironta bo'ladigan bo'lsa. Biz yashil terayotgandik. Yashil qayerga ketdi? Mana bu yerga qolibdi. Mana yashil. Mana bu xalaq beryapti. Xo'sh, xalaq bermasligi uchun mana qilib qolibdi, ko'rishingiz mumkin. Bunaqa bo'lmasligi kerak edi o'zi. Bitta to'g'ri tepada, bitta to'g'ri pastda bo'lsa, ishimiz oson bitardi. Shuning uchun aylantirib tursak, tepaga qo'yib olib kelsak, tepada, pastda. Xo'sh. Mana, endi yo'q mana. Ko'ringlarmi? Mana bemalol bursam bo'ladi. Hech qanaqa buzilib ketadigan shakl yo'q mana. Shakl yo'q. Bemalol bursam bo'ladi. Buraman va masalan chapga aylantiraman. Qidirib ko'raman. Yig'ilmagan taraf mana bor ekan, yig'ilmagan taraf. Olib kelaman va qaytarib qo'yaman joyiga. Qani oq tayyor bo'ldimi? Bitta, ikkita, uchta taraf to'g'ri oqdi. Xo'sh, mana bu taraf noto'g'ri ekan. Pastini-chi? Bitta, ikkita taraf to'g'ri ekan. Xo'sh. Nima qilib qo'yadigan bo'lsam? Bitta, ikkita, uchta, to'rtta taraf to'g'ri. Pastida bitta taraf to'g'ri. Mana bu taraf to'g'ri ekan. O'rtasida bironta to'g'ri bormi? Qarab chiqaman. Yo'q ekan. Yaxshi, bizlar uchun yaxshi. Yo'q ekanmi? Yo'q ekan. Xo'sh, endi yana yig'ishimiz kerak bo'ladi o'rtasini. Yana to'g'ri qolibdi. Mana ko'rishingiz mumkin. Sariq, sabz rang, to'g'ri turibdi. Bunaqa turmasligi kerak. Mana bunaqa turishi kerak edi. Shuning uchun biz buni mana bu yerga qo'yamiz. Ya'ni bu ikkitani mana bunaqasiga almashtiramiz. Buni almashtirish uchun flip qilamiz. Flip qilish uchun mana bu o'ng tomon ushlab olamiz.
o'ng tomon tepaga, tepa chapga, o'ng tomon pastga, flip chapga, o'ng tomon tepaga, flip o'ngga, o'ng tomon pastga. Mana ko'rishinglar mumkin. Mana sariq sabzrang, mana sariq sabzrang. Endi bemalol buni mamlaqasiga ushlab, bunday olib kelsak bo'ladi. Ko'rishinglar mumkin. Ammo bundan oldin qarab olish kerak. Bironta to'g'ri kelib qo'ygan taraf bormi desam, bor ekan, turibdi ekan. Xo'sh, buni birga qo'ysak, hozir problem bo'lmaydi. Ikki almashtirishimiz kerak. Xo'sh, buni almashtirish uchun bunaqa qo'yadigan bo'lsak, bunaqa qo'yib almashtirib olim degan umiddaman. Aha, mana o'rtada bironta yig'ilgan yo'q. Hammasi tepaga yoki pastga tushib qoldi. Xo'sh, ana endi bemalol ko'tarsak bo'ladi. Ko'tardik va buni ko'targanimizdan keyin chapga aylantirdik va qidirib ko'ramiz. Bitta yig'ilmagan taraf bormi? Mana yig'ilmagan. O'ngga qaytaramiz va joyiga qaytarib qo'yamiz. Qo'yganimizdan keyin yana qarab olamiz. Sariq bilan oq yig'ayotgandek biza. Mana oq bo'ladigan bo'lsa, to'rt tarafi turish kerak. Xo'sh, hozir. Bunaqa bo'ladigan bo'lsa, mana oq bir taraf yig'ilgan, ikkinchi tarafi, uchinchi tarafi, to'rtinchi tarafi ham hozir olib kelib olamiz. Sariqni bir tarafi, ikki tarafi, uch tarafi, o'rtada bironta yig'ilmagan taraf qoldimi? Yig'ilgan taraf demoqchi edim, uzr. Xo'sh, yo'q ekan. Mana olib kelsak bo'lar ekan hozir. Mana bunday qilsa yig'ilar ekan. Bundan oldin qaraymiz. Buzilib ketadigan narsa yo'qmi? Yo'q ekan. Bemalol ko'tarsak bo'ladi. Ko'taramiz. Ko'targandan keyin xo'sh, buni o'ng tomonga sursak bo'lar ekan. Aylantirib ko'ramiz. Yig'ilmagan tarafi bormi? Mana yig'ilmagan. Qaytaramiz va tepaga surar ekanmiz. Surganimizdan keyin mana bu yig'ilgan, ikkitasi bu yig'ilgan, bitta qopda pastcha bu yig'ildi. Men bitta qilishimiz kerak ekan, bir tarafi qoldi. Shuncha aytdim sizlarga. Boshida aytdim, ikki tarafdan ishlanadi yoki mamlaqasiga deb. Men oq bilan sariq qilishayapman. Xo'sh, biz yana bitta tarafini yig'ishimiz kerak bo'ladi. Ikkitalik yig'ishimiz kerak bo'ladi. Yana bitta topsak, mana osonroq bor ekan. Bunday qilsam kelar ekan. Bundan oldin qarab olaman. Buzilib ketadigan joyi yo'q. Ko'taraman va uni o'ngga suradigan, chapga suradigan bo'lsam va yig'ilgan taraf bitta bor ekan. Qaytaraman va joyiga qaytaradigan bo'lsam. Xo'sh, ana endi eng qiziq joyga keldik. Mana bu taraf yig'ildi, bu taraf yig'ildi. Endi past taraf ham, bu tarafi yig'ildi. Bunday qiladigan bo'lsam, mana bu taraf umuman yig'ilmadi, o'rtasi. Ko'rishingiz mumkin. Ikkichiliklarni aytyapman. Xo'sh, endi o'rtasini yig'ib chiqamiz. Buni yig'ish uchun faqat flip degan formadan foydalanamiz. Flip bo'lishi uchun har doim to'g'ri kelish kerak. Mana qanaqa qarashida hozir bu flipni to'g'ri turish kerak. Turgandan keyin hozir ana endi flip qilishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni mana bu sabzrang ko'k to'g'ri turish kerak flip bo'lish uchun. Flip qilishda mana bu narsa mana bu yerga kelib tushadi va ikkovi birga bo'ladi. Xo'sh, to'g'ri turibdi. Ana endi formani qilamiz. O'ng tomon ushlaymizda. Tepani bitta o'ngga aylantiramiz. Ana endi tepa o'ng tomon tepaga, tepa chapga, o'ng tomon pastga, frontal o'ngga va o'ng tomon pastga, frontal o'ngga, o'ng tomon tepaga va
Mana bu ikkitasi tepa chapga. Dadam mana ikkovi keldi. Ko'ringlarmi? Ana endi yana shunaqa joyga qidiramiz. To'g'ri kelish kerak. Xo'sh. Birontasi to'g'ri kelmabdi. Mana bu qizil ko'k. Mana qizil ko'k qizil. Ko'k qizil. Mana ikkovi to'g'ri emas. Lekin buni mana bunaqasiga aylantirib to'g'ri qilsak bo'ladi. Buni o'zi flipni o'zini qilamiz. Mana bunaqa surmasdan flipni o'zini qilamiz. Mana turgan joyda qilamiz. Ya'ni bu rang bu yoqqa keladi, bu rang bu yoqqa chiqadi. Endi o'ng tomon tepaga, tepa chapga, o'ng tomon pastga, frontal o'ngga va o'ng tomon chapga, frontal o'ngga, tepa chap tomon tepaga. Ana qilganimizdan keyin mana qizil ko'k to'g'ri keldi. Bunaqa qilsa yaxshi bo'ladi. Qizil ko'k to'g'ri keldi. To'g'ri kelgandan keyin yana frontal qilamiz. Qilishdan oldin bitta o'ngga suramiz. Suradik mana o'ngga. Endi o'ng tomon tepaga, tepa chapga, o'ng tomon pastga, frontal o'ngga, o'ng tomon pastga, frontal o'ngga, o'ng tomon tepaga. Va mana buni va ikkitasini chapga qo'ysak, mana o'sha qizil ko'k to'g'ri keldi. Xo'sh, mana ko'ryapsizlar, mana tepa past buzilib ketgan yo'q. Mana bu umuman buzilmaydi. To'g'ri qilsanglar. Xo'sh, bizda bitta mana shu ikkovi qolibdi. O'zi to'g'ri turibdi ekan. Ko'rsam, mana yashil, sariq, yashil, sariq. Qizil, sariq, qizil, sariq. Endi yana bir marta flip qilamiz, ikkovi tushadi. Ya'ni ikkitasi o'ngga, o'ng tomon tepaga, tepa chapga, o'ng tomon pastga, frontal o'ngga, o'ng tomon pastga, frontal chapga, o'ng tomon tepaga va qizil chapga. To'g'rilab qo'yamiz markazini. Xo'sh, endi deyarli tayyor bo'ldi. Mana to'g'ri, hamma joy to'g'ri. Mana yerlar to'g'ri. Ko'rishlarga chekkalar. Ana endi xuddi oq qo'shqab plus teramiz. Plus teramiz, keyin chekkadan terib chiqamiz. Men oqdan boshlayman. Oq qani? Mana oq. Ana endi ahamiyat beramiz rangiga. Xo'sh, mana qizil terdim. Uch ko'rishni bilish kerak edi buni terish uchun. Hozir tezroq teraman. Aylantiraman va tushmay qoldi, to'g'rimi? Shunda bitta aylantirib, buni pastga tushirib olsak, qizil joyga qo'yib qo'ysak, pastga yashil qo'yib olsak, tushadi va sabzrang oq. Aylantirsak, yana tushmadi. Pastga tushirsak-da, anaqasiga tushirsak, xullas keldi. To'rtta taraf yig'amiz. Yig'ish uchun ko'k, qizil, oq olib olamiz tagiga va buni o'ng tomon pastga olib olamiz. Bitta ko'taramiz endi. Mana bu oqni tagiga olib kelamiz yana bir marta. Olib keldik. O'ng tomon pastga, mana bu oqni chapga, tepaga. Xo'sh, endi ko'k sabzrang keltirish kerak ekan. Mana pastga, chapga, tepaga. Xo'sh, sabzrang yashil. Mana bu yerda turishi kerak ekan. Pastga qarab turibdi. Bunda pastga turgan bo'lsa, o'ng tomon chapga aylantirib shu yerga olib kelamiz. Olib tepaga ko'tarib qo'yamiz va buni tagiga olib kelamiz yana. Tagiga o'ng tomon pastga, yana bu chapga kelsa, bemalol ko'tariladi. Xo'sh, bir tarafi qoldi. Mana bu yeri oqimiz qani bu tomonda ekan. Yana tagiga olib kelamiz. Pastga, chapga, tepaga. Xo'sh, ana endi
uchga uch formaga chiqib va to'g'ri kelib olish kerak ranglari. Markazga to'g'ri kelgandan keyin qizil ekan, mayga tushirishimiz kerak. Qarama qarshi tomonga olib qochamiz. Chapga, o'ng tomon pastga va past o'ngga, frontal tepaga, past o'ngga, chap tomon pastga va past chapga va tepaga. Va yana rang qidiramiz. Mana buni tushirsak bo'lar ekan, mana to'g'ri keldi. Yashil ekan, tag yashil ekan, mayga tushirish kerak ekan. Teskari olib qochamiz. Teskari olib qochdik va o'ng tomon pastga, past o'ngga, front tepaga. Xo'sh, buni tushiramiz. Buni o'ngga qochamiz, pastga tushirib, ko'tarib tushirsak mana shunaqa tushadi va yana mana bu va mana bu taraf turibdi ekan. Buni olib chiqish kerak bu yerdan. Buni olib chiqish kerak. Biz buni olib chiqamiz. Xo'sh, olib chiqqan tarafimiz mana ko'k qizil olib oldik tagiga. Xo'sh, mana bu yerga qo'yishimiz kerak. Teskari olib qochamiz. Tushirdik. Va bunaqasiga buni ham tushiramiz. Bir taraf qoldi, sabzi rang. Ko'k yana bu tomon tushirish kerak. Olib qochamiz teskari. Chap tomon pastga, past chapga, chap tepaga va bunaqasi ushlasak, buni bega olib kelish kerak. Past chapga, o'ng tomon pastga, past o'ngga, o'ng tomon tepaga. Mana 3 qatorini terib oldik. Ana endi qiladigan ishimiz buni ushlab anaqasiga terish bo'ladi. Xuddi 3 ushlab anaqasiga terish. Bitta bo'ladigan bo'lsak, yashil turibdi, qizil turibdi, ko'k va sabzi rang ikkovini bunaqasiga almashtirish kerak. Bu ikkovini bega, bu ikkovini birga almashtirish kerak. Buni qilish uchun quyidagi formulani qilamiz. Mana shunaqasi ishlaymiz. Noto'g'ri taraf o'zimizga, noto'g'ri taraf chapga qarab turadi. Va mana shunaqasi ishlaymiz. Tepa chapga, frontal tepaga, o'ng taraf tepaga, tepa chapga, o'ng taraf pastga, tepa o'ngga va frontal chapga, pastga. Keyin mana bu tushdi. Ana endi mana bu rangni almashtirish kerak. Shu formani ko'rsataman, buni almashtirish kerak. Har doim almashtirish kerak bo'lgan rangni, noto'g'ri rangni o'ng tarafga qo'yamiz. Ana endi buni o'rtani 4 marta aylantiramiz. Esingizda bo'lsa, 3 ga 4 ham aylantirardik. Faqat bunda ikkitani aylantiramiz. Ikkita o'rtani 4 marta aylantiramiz. Tepaga o'rta aylanadi. 1 tepaga o'rta aylanadi. 2 3 4. Katta T bo'ldi. Endi mana bu tarafni aylantirish kerak. T bo'lgandan keyin mana bu tarafni aylantirish kerak. Yana o'ng tomonga olib olamiz. O'ng tarafga. Yana shuni bir marta qilamiz. Ketdi tepaga. O'rta aylanadi. Tepaga o'rta aylanadi. Tepaga o'rta aylanadi. Tepaga o'rta aylanadi. Xo'sh, to'g'rilab olsak, mana bu tushdi, hammasi tushdi. Endi 4 ta tarafini taqlash kerak. Xo'sh, qarab olamiz, qaysi tushganmikan tasodifan. Hech qaysi tushmabdi. Bunda tushmagan bo'lsa, bitta formani qayta qilaveramiz, to'g'ri tushmaguncha. Ya'ni o'ng tomon tepaga, keyin tepa o'ngga, chap tomon tepaga, tepa chapga, o'ng tomon pastga, tepa o'ngga, chap tomon pastga va o'ng tomon chapga. O'rtasi tushdimi? Mana bu tushdi. Tushgan tarafni butun ushlab olamiz. Qochib ketmaydi bu. Xo'sh, bu tushmagan. Yana bir marta qilamiz shuni. O'ng tomon tepaga va tepa o'ngga, chap tomon tepaga va chap tomon tepa chapga, o'ng tomon pastga
tepa o'ngga, chap tomon pastga aylantirsak, mana bu ikkovi yig'ilib qolibdi, gap yo'q, omad bu. Xo'sh, bu bilan bu qoldi. Bu to'g'ri tushib turibdi, ko'ryapsizlar? Sariq, yashil, sabzi rang, qizil, sariq, yashil. Mana endi mana shunaqasi ushlaymiz. Ya'ni aylantirish kerak bo'lgandan keyin mana bu burchaga qo'yamiz. Yana bu formula pastga, chapga, tepaga, o'ngga, pastga, chapga, tepaga, o'ngga. Qani ketish formulani qilamiz. Pastga, chapga, tepaga, o'ngga. Pastga, chapga, tepaga, o'ngga. Tushdi mana. Kengroq olib kelamiz o'sha yerga. Aynan. Pastga, chapga, tepaga, o'ngga. Pastga, chapga, tepaga, o'ngga. Pastga, chapga, tepaga, o'ngga. Yana bir marta pastga, chapga, tepaga, o'ngga. Qarabsizlarki, kubik yig'ildi. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib qo'yinglar, fikrlarni kommentariyga yozib qoldiringlar. Va keyingi videoda 5 ga 5 yig'ishni ham o'rgataman. Qani bo'lsam keyingi videoda ko'rishguncha.